Termiz shahridagi Iqtidor xususiy maktabida Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati tomonidan o'quvchilar uchun suv hayot manbai mavzusida ochiq dars tashkil etildi. Tadbir davomida o'quvchilarga suv resurslarining ahamiyati, uni asrab-avaylash, isrofgarchiliklarning oldini olish hamda suvdan oqilona foydalanish masalalari haqida tushunchalar berildi. Mutaxassislar suvning tabiat va inson hayotidagi o'rni, uni tejash orqali kelajak avlod uchun muhim tabiiy boylikni saqlab qolish mumkinligini ta'kidlab o'tishdi. Shuningdek, o'quvchilarga kundalik hayotda suvdan to'g'ri foydalanish, ortiqcha sarf xarajatlarning oldini olish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari kelib, bizning maktabimizga suv haqida chiroyli qilib tushunchalar bergan holda o'z fikr va mulohazalarini bolalarimizga ochiq dars qilib o'tib berib ketdi. Biz bundan keyin ham biz hamkorliklarimizni har doim yo'lga qo'yamiz va berilgan ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilamiz. Buni qolgan o'quvchilarimizga ham yetkazamiz. Ta'kidlanganidek, toza ichimlik suvi yer yuzida hayot mavjudligini ta'minlovchi eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Dunyo aholisi soni ortib borayotgani sababli ayrim hududlarda suv tanqisligi muammosi ham kuchayib bormoqda. Shu bois har bir inson suvni tejash, undan oqilona foydalanish orqali tabiiy resurslarni asrashga o'z hissasini qo'shishi zarur. Tadbirda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish, suv resurslarini qadrlash va ulardan samarali foydalanish madaniyatini oshirish xususida ham fikr almashildi.